Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun yana bir chiroyli darvozamizni Farg'ona viloyati Beshariq tumaniga olib kelib o'rnatdik. Mana juda chiroyli, ideal holatda o'rnadi, joyiga ham, o'zi ham juda sifatli, chiroyli chiqdi darvozamiz. Eniga 375, bo'yiga 325 razmerga o'rnadi bu darvozamizni. 1 kvadrat metrini 700 ming so'mdan olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, alaykum assalom. Stoykalari, darvozamiz stoykalari 10 ikkilik stenada profil bo'ldi, 10 profil, tepasi 10/5 profil bo'ldi, taglari esa 10/5 shvilleri bo'ldi. Ichidagi profillari 6/4, 1,5lik stenada. Listlari 1/3lik listda bo'ldi, mana reflyonka listda. Juda chiroyli holatda o'rnadi. Zamoklar har doim o'rnatilgan shu zubur zamokdan. Darvozamiz 1 kvadrat metrini 700 ming so'mdan, ofis summasi 8,5 million so'mga olib kelib o'rnatildi. Ko'rishlaring mumkin, hurmatli aka-ukalar. Darvozamizga bir yangilik kiritganmiz. Xudo xohlasa ko'rsalaring, baho berasizlar. Sizlarga orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Darvozamiz orqa holatlari, orqalari ham tekis, o'ta plotniy, chiroyli holda o'rnadi. Mana darvozamizda ochilish holatlari. Mana darvozamizga yangilik qo'ydi. Mana mashinani remenidan qo'yib qo'yildi. Shamol pomoldan ochilib ketmaydi. Juda chiroyli chiqdi darvozamiz. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib darvoza yasab, ustanovka qilib berilaveradi. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli aka-ukalar.